Avtoulovlar Allohning bergan ne'matidir insoniyatga. Insoniyat shu bilan juda katta ne'matlarga erishdi. Uzoqlar yaqin bo'ldi, qiyin ishlar oson bo'ldi. Lekin bir narsani unutmaslik kerakki, bu bir vaqtning o'zida fojiaga aylanishi ham mumkin. Nima uchun? Insonlar Allohning bergan ne'matidan unumli foydalanmaganliklar oqibatida. Avtoulovga o'tirar ekansiz, bir narsani unutmang. Alloh Qur'oni Karimda bizga buni bo'ysundirgan Allohdir. Shuni esingizdan chiqarmang deydi. O'shaning uchun duo qilinadi. Subhanallazi sakhkhara lana haza va ma kunna lahu muqrinin va inna ila robbina lamunqalibun. Bu avtoulovni menga bo'ysundirgan Alloh pokdir. Men o'zim qodir emas edim buni bo'ysundirishga va albatta Robbimga qaytaman degan duo qilinadi. Buni juda ko'pchilik biladi. Avtoulovga o'tirganda albatta shu duoni qilish yaxshi amallardan. Endi avtoulovga o'tirar ekansizda bu duoni qilar ekansizda, lekin amalda siz mana shu duoingizga bo'ysunmasangiz, shu duoingizni hayotingizda Allohning yo'lida ko'rsatib bermasangiz, demak siz bu duoni qalbdan qilmagan bo'lasiz. Tezlikni oshirish, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib avtoulovni haydash, bu ertaga juda katta fojiaga aylanib ketyapti. Avtohalokatlar juda ham ko'payib ketdi. Mu'minlar orasida Alloh taolo va la tulqu bi aydikum ila tahluka dedi. O'zingizni qo'lingiz bilan halokatga tashlamang dedi. Siz avtoulovda rolni ushar ekansiz, hayotingizni qo'lingiz bilan halok qilmang. Barbod qilmang deyapti Alloh. O'zingizni bosing. Tezlikni oshirmang. Tezlashmang, shoshilmang, hovliqmang. Shoshilish shaytondandir. Sabrli bo'lish, ehtiyotkor bo'lish, mo'tadil bo'lish mo'minlikning belgisidir. Mashinaga o'tirar ekan, tezlikni haddidan miqdorda oshirar ekan, mana shu payg'ambarimiz alayhisalomni buyruqlariga amal qilmayapti. O'zimiz bosib olishimiz kerak. Chunki biz faqat o'zimizni emas, boshqalarning hayotini ham barbod qilib qo'yapmiz. Alloh saqlasin, bu shunday holatga kelyaptiki, boshqalarning hayotini ham xavf ostiga qo'yishingiz Alloh taolo qaytargan ish. Shuni unutmang. Avtoulovga o'tirar ekansiz, ortimda farzandlarim turibdi deb o'ylang, fikrlang. Duo qilib turgan yoshi ulug' ota-onam turibdi. Unutmang shuni. Boshqalarning hayoti turibdi. Shuni unutmang. Ayollar beva bo'lib qolishi, qarigan ota-onalar farzandini oldida, hatto o'lik holatda yotgan farzandini oldida yig'lab qolishi Allohning shariatiga bo'ysunmagan, kibrli qilgan, maqtonchoqlik qilgan, manmanlik qilgan, mashinasini faqat insonlarga ko'z-ko'z qilish va ularga tezligini namoyon qilish uchun ko'chaga chiqqan yigitlarga tegishli. Esingizdan chiqarmang. Qiyomat kuni hisob kunidir. Shuni ham unutmang. Ibrohim alayhisalom duolari bor. Va la tukhzini yawma yub'asun. Yawma la yanfa'u malu va la banun illa man atalloh biqalbin salim. Ey Alloh, qiyomat kuni mol dunyoyim, farzandlarim foyda bermaydigan qiyomat kunida meni sharmanda qilmagin, Robbim deb qilgan duolari bor. Bugun sizni maqtanchoqligingiz tufayli birovi hayoti barbod bo'ladigan bo'lsa, sizni oliftaligingiz tufayli bir xonadonda aza bo'ladigan bo'lsa, albatta Allohning oldida javob berasiz. Chunki o'sha kunda Alloh men bergan umrni sen yakson qilishga nima haqqing bor edi deb so'raydi. Avtohalokatlar ko'p, insonning qalbini mahzun qilyapti. Ko'p joylarda azala bo'lyapti, ma'rakalar bo'lyapti. Qancha odamlar hayotdan vafot etib ketyapti. Nima uchun desangiz, yosh bolalarning mashina minishi yoki bo'lmasa mast holatda avtomobillarga o'tirishlari yoki bo'lmasa belgilangan tezliklardan o'tib, taqiqlangan ishlarni qilib, birovi hayotiga zomin bo'lishyapti. Alloh saqlasin. Ertaga albatta hisob bor. Ertaga albatta Allohning huzurida javob berish bor. Har bitta qilgan ishimiz uchun javob beramiz. Alloh holatimizni isloh qilsin. Alloh to'g'ri yo'lda bardavom qilsin va dunyo hayotini hech kimga zulm qilmagan holatda o'tkazishimizni nasib qilsin.